ishlamayapti, yetmayapti talabalar bilan, professor o'qituvchilar bilan birlashib 1,5 milliard so'mlik o'quv budjetdan yutib oldik. Mana shu 4 ta talabalar turar joyidagi umumiy yuvinish xonalari, oshxonalarni santexnika qismi, katalog, kabel qismi, shunga o'xshagan narsalarimiz barchasini almashtirish bo'yicha yutib olganimizda, bu ham bo'lsa bir talabalar birdamligini bildiradi. Ovoz berib 1,5 milliard so'mlik yo'lak masalan yutib olindi. Hammasi ishlayaptimi? Muammo yo'qmi? Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Patrol qilyapsiz hozir? O'qishlar joyidami? 7 kunga qoldi mana, xudo xolasa. Kelganimizki, hol-ahvol so'rab, xonalardagi sharoitlarni ko'rdik. Issiq kiyinib yuriydi, ota-onalardan uzoqdasilar. O'qishda vaqtida o'qiydi, qo'shimcha adabiyot, qo'shimcha kitoblarni o'qiydi, qo'shimcha tillarni o'rganadi. Bolalarimiz kasal bo'lmayaptimi, yaxshimi? Yaxshi. Birinchi yordam ko'rsatish uchun hamma dori vositalaringiz bo'lsa kerak, bor. Bo'lmasa aytasiz, qolgan yetmaganini olib beramiz. Bolalarga shu birinchi yordamga qarab turib, ota-onasi ular uzoqda. O'zingiz ona bo'lib, qarab hammasiga. Siz borsiz, bizning ko'nglimiz tinch. Rahmat. Bilasizlar, o'qishlaringiz joyidami, yaxshimi? Menga mana shu narsa yoqdi. Kitoblarni chiroyli qilib, o'zimizni kutubxonadan o'qiydilar, o'zlaringiz. Juda yaxshi, mana shu juda ham yaxshi kitob, ko'proq o'qiydi. Boyasa kambag'allardan o'qib chiqdinglarmi? Albatta o'qigan. Juda ham yaxshi. Iqtisodiy bilimlaringiz oshiradi. Sharoitlar qanday qizlarim? Bizni tikuvchi qizlarimiz bor, aytadiki, bizga materialni olib bersanglar, deyapti, butun talabalar turar joyidagi oynalarga o'zimiz tikib beramiz, deyapti. Matosini olib bersanglar bo'ldi, deyapti. Mana issiq 1, 2, 3, 5 kishi. Sharoitlar nimasi joyidami? Ovqat qilishga, yuvinishga, bo'lmasa bilimni yaxshiroq olinglar. Ota-onalar mana yaxshi niyat bilan yuborishgan, qizim o'qimishli bo'ladi, yaxshi kadr bo'ladi. Bizning ham niyatimiz shunaqa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.